هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik, qadirli ko'rganlarimiz. Mana bu Rasulullah programımızın 9. sani ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqin. Qadirli qarindoshlar, hammalar ma'lum bo'lgandek, biz bu ulug' muborak oy boshlangandan buyon huzuringlarda bo'layotgan bu programma mana shunday bir go'zal oy, shunday go'zal minutlarda Rabbimizning rahmati tasavvur qilg'usiz darajada yig'iyotgan, dünyanın hamma yerida mu'minlar yashayotgan, ya'ni hammasida Allohning rahmatlari yomg'irda yig'iyotgan xuddi ifodalash agar mumkin bo'lsa, shunday bir muborak oylarda Allah subhanahu va taolo bizga eng yaxshi ulgu qilib ko'rsatib bergan, bütün hayotimizdagi barliq ishlarimizni uningdan ulgu elib mengishqa buyurgan Rasulimiz, ko'zimizning nuri bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamniki ahlaqi, yürüş duruşu, sözleri, sünneti bular arqali özümüzni, qo'limizdan kelgancha hayotimizni bu güzel ahlaklar bilan güzelleştirib menish niyatida acizane bu fikrini o'tirib qo'yib bu programni boshlagan edik. Rabbim inshaalloh bu niyatlarimizni amalga oshirib zarracha xizmat qila olgan bo'lsak, zarracha hayotimizga bir o'zgarish qo'sha olgan bo'lsak, biz nima degan baxtli mu'minlardan bo'lamiz. Şu munosabat bilan programmamizning doimlik mehmoni Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi, hurmatli da'vatchi ustozimiz Habibullah Ko'sanni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun albatta ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ham ko'p rahmat. Jamoatlarimizga Alloh rahmat qilsin. Alloh razı olsun. Ammalar ma'lum bo'lgandek, biz har bir programmamizni ma'lum bir tema bilan har bir temamizda Rasululloh va Palanida programga isim qo'yib kelyapmiz. Bugungi temamiz, bosh temamiz Rasululloh va sahobalar degan temada to'xtalamiz. Programmamiz naq maydondan taqdirlayotgan boshqa programmalarga agarda savol javob bo'lsa yozsanglar bo'ldi. Shunaqa ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Savollarga yoki ayrim bir program shaklida javob beramiz inshaalloh. Vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun balkim ama savollarga vaqti-vaqtida javob bermasligimiz mumkin. Program vaqti qisqa bo'lganligi uchun. Lekin yozsanglar hammasiga javob berishga tirishimiz bir shaklda oldimizdagi programmalarda. Ustoz, unda bo'lsa bevosita bugungi suhbatimizga kirsak, bugun biz Rasululloh va sahobalar dedik. Endi oldi bilan shu Rasulimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qanday muomala qiladi degan mishaydan kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Jonijon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Va shu sahobalarga Allohning rahmati, mag'firati bo'lsin. Va dunyoda mush sahobalarni ulug' qilib yashagan barliq musulmonlarningki mush ulug' ay ulug' kunlarda gunohlarni afv qilsin. Endi biz dedik bu ulug' Ramazonda Rasulullah'ningki hayotini hayoti bilan yaqindan tunishib chiqib, hayotimizga bir yangi mazmun, ma'no qo'shib, bir yaxshi musulmon bo'laylik, yaxshi odam bo'laylik, haqiqiy bir musulmon o'lchamiga tushaylik deb bu darsni qilyapmiz. Hamda jumladan biz hozir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qanday muomala qiladi dedik. Endi bu darsda maqsad nima desak, sahoba degan gap, ya'ni hamro degan gap. Hamro degan gap. Biz Rasulullohning sahobalarga qanday muomala qilganini bilib, etrafimizdagi hamrolarga shunday muomala qilsak, bu darsningki mazmuni shu. Albatta. Endi men shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga muomalasini o'qigan vaqtimda, ya'ni ajoyib odamni hayajonga soladigan voqea hadislar bak jiqkan hamda. Men shuni orasida shu bir voqealikni deyish orqali demoqchi bo'lgan gapni qisqartirishni o'yladim-da hamda. Ya'ni Rasululloh mana bu Rasululloh mushda bo'lsa sahobalarga qanday muomala qilganligini qiyos qilib olib bo'ldi. Bu voqealikni deb o'tay. Bu voqealikni Ibn Kasir rahmatullohi alayhi Al-Bidaya va Nihoya degan kitobida bayon qilgan.
Muşu Uhud gazdıda kapırlardan birisi muşu Resulullah'ını bir çüpkesun degende kılıp bir uğrak kolap koygan. Hem de Uhud gazdı özür billah bir Uhud teğinin etrafıda boğan. Onda bakın taşlık bir yerde bir neçe gün açta kolap degende bu kapır. Hem de bu uruşuş jarayonida degandek Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu uğrakka çüp gitip kaldı. Çüp muşu Resulullah'ın beşi bilen bili bir taşqı tegip gidiyordu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki töt oldu çişi düşüp gitip kaldı. Ruba'a diyor, aldı çişi diye. Yani aldı çişi düşüp gitip kaldı Peygamber sallallahu. Yüzleri kanap gidiyordu. Hem de biz sizlere dey, muş vaqtda Resulullah neçe yaşdı? Hemimiz bilimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret qilgan vaqtida taxminan 50 neçe yaş. Yani taxminan 58 yaş, yani 58 yaş vaqtida meşe uçup ketib qoldi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik 40 yaşta peygamberlik oldu, peygamber geldi. 13 yıl Mekke tuğan bolsa 53 yaş oldu ma. Uhud jеңi Bedir urushidan keyin boldu ayna. Yani shunda hisoblagan chaqda 58 yaş atrofida bo'ladi. 57-58 yaş atrofida. Shu vaqtida mush urak tushib ketib qoldi payg'ambar alayhisalom. Hamda shuna payg'ambar alayhisalom qo'pay deb turishiga İbn Qami'a degan kafir kurab qilib Rasulullohni qilish bilan beshiga mush ikki taraf ingaklarga urayverdi-da. Şunu bilan bu Rasulullah'ın beşida urush jengil kiydigan biz dubulg'a deymizmi, besha kiyib olgan tümür qalpoq savutda. Bu savutda bu yerda sanglab turgan tümür var ekan. Şu tümür Rasulullah'ın manziga petib ketdi. Şu mushvaqalikda mana Ummu Ammar radhiyallohu anha bir ayol kishi aş Rasulullah'ını qo'dayman deb aş Rasululloh qilish urqanchada Rasulullahga mushtaq yepishib dumbisini qilib turibdi. Heliq İbn Qamadiyan kafir urib mishadik suyakni ichiga kirdirib atgan. Aş anamiz saqayga vaqtda mana shu suyak ichiga kirib ketganida dumbisni bir urak bo'lib saqayib qolganda endi. Şo'lan buni ko'rib, buni tunji ko'rib qolgan Abu Bakr roziyallohu anhu. Abu Bakr roziyallohu anhu ya Rasululloh, jinim san pido bo'lsin deb yugurib berib Rasulullohni qutqizishga tirishgan endi. Şo'lan Rasulullohni o'rakdan chiqarib Abu Bakr roziyallohu anhu deydi, beshidagi qalpoqni olay deb chiqarammadim deydi. Nimishqa deslar, yendiki tümür, yendiki bunda zanjir Rasulullah'ın inki şunda kirketkenki tatip çıqa olamadı dedi. Şoň bilen Ubayd ibn al-Jarrah jugurip kelip, "Ey Abu Bakr, Allah haqqida, Xudo haqqida ötünüp qilay, ma işni men qilay" dep, heliqi zanjirini mana tishi bilan tishlab chiqarmoqchi bo'ldi dedi. Şu jarayonda Abdullah Ubayd ibn al-Jarrahning oldidagi tish to'mirilib ketdi, ketdi. Bir qadamda ketmejmi? Yintasa bir sunudu. Uni ep qo'yib, yeni bir tishilar mashta qilib 4 tishi kichik oranda tümürünü chiqardi. Shuning bilan bu qon sabila shu manzilni ifodalab deydi. Qon shu darajada chiqib ketdiki, biz Rasulullohning ig'izi bilan burnini paqitamadik deydi. Shuning bilan Rasululloh shunda qo'lni ko'tardi dedi. Yani dua qilmoqchida. Abu Bakr hepla emdi bu kapırlarını qağaydigan boldu dep jürküm qartlı qildi. Çünkü endi bu kapırların içinde tuqqanları var, yıqınları var. Hem bularını qağıp etsem de tükeydi. Dese Peygamber sallallahu kolunu ko'tarib Allahumma g'firli fe inna qawmi la ya'lamun. Şu paytda ey Allah menin qavmimni kechirib et çünkü ular bilmaydi. Bu nereden kelgan mehribonlik bu? Nereden kelgan bir Allahumma g'fir li mu ya Allahumma g'fir li qawmi. Allahumma g'fir Allahumma g'fir li qawmi fe innahum la ya'lamun.
Ey Allah mening qavmimni kechirib etken chunki ular bilmaydi. Mening haq payg'ambar ekanligini bilmaydi. Ey Allah ma haqiqatni bilmaydi ularni kechirib etken. Mesela mush vaqaligini bir tasavvur qilib baqsalarimdi. Bir payg'ambar buni o'ltirishga hirisman bir odamga Rasulullah'ның tuqqanlari turib, bir mədədə çoğ olğan turib, Rasulullah haqını ep gəlsə, aş Rasulullah açıb gəlsin deb orakını qolab, orakdan qopaydısını çıxamay öldürmən degan adamga Allahumma g'fir li qawmi fa innahum la ya'lamun degan bu qalb, bu payg'ambarning qalbining naqadar daryo kengir. Mehrum muhabbatga to'shib ketgan bu payg'ambar silchi sahabalarga qanday muomala qiladi? Özünün əşəddi düşmənlərə mandaq bir pozisiyada, mandaq bir meydanda bolğan peyğəmbər deyimə qövmüge özüge iman etqan, özünü müşkül günlərdə qoynuğa ağan, can və mallarını Rasulullah üçün fida qilgan sahabelərə qandaq muomala qıldığını məşəl qiyas qılası buldum. Tabukdan qaytib kelish vaqtida mana shu taşlar bilen taşlanıp qoğulunub çıqqan vaxtida iki pəriştini əvətib. Taibtin. Taibtin. İki pəriştini əvətib əgər xalisan iki tağını gümtürüb Allah azab bəsin bulağa digəndə şübhə dua qıldı ana. Allah bununki bularning pushtidan bular hidayət qılmay qalsa muşlarning pushtidan bir musulmon tug'ilib qolish. Kelganlarning musulmon bo'lib qilman deya Rasulullahni o'ylab boqayli. Demak bu payg'ambar, ya'ni shuningga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nabiyur rahmat deyildi-ku. Bu rahmat payg'ambar, marhamat payg'ambari. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. İnsoniyatga marhamat qilib qildi. Ya'ni shuning uchun mushuni o'ylab baqsaqmi bu payg'ambarning bir normal inson. Bu faqat bir Allohning payg'ambardan boshqa odamda mas'uliyat bo'lmaydi. Eğer sübhat bo'lsa deb baqsin, bütün alam deb baqsin. Mana bu bizning payg'ambarimiz. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning sahabi Abu Hurayra radhiyallohu anhu nima bir sahabi deydi. Jarir ibn Abdullah ma ra'ani Rasul sallallahu alayhi vasallam munz aslamtu illa tabassama fi wajhi. Men aş musulman boğundan tatip Rasulullah beni kösüle manqalab külümsireydi deydi. Rasulullah manqarab yani sahabilerin yani devamlık Rasulullah başqalarga külümsireydi. Hatta tabassumuka li vajhi akhika sadaqa deydi. Senin qarindişingning chiroyiga külümsirab qarashingning o'zi sadaqa, yani pul verip xayr ihson qandak ajr bo'ldi deydi. Yani mana biz bunu öğrenişimiz gerek. O kapağını turvelep hakka gözümüzden yanında qarab, özümüzün bunda o suluya Rasulullah külümsirab oylab baqsa. Nima degan güzel hayat bu. Rasulullah meni musulmon bo'lgan tatib meni ko'zli külümsiraydi. Mush sahabalar külümsirab dedisi yo'q. Bütün sahabeler Rasulullah'ın tasvirlagan çağda mushunda tasvirlaydi. Rasulullah davamlı külümsiraydi. Mana biz özümüzden yırtıllarga davamlı maşda xushxo'y külümsirgan holatda. Mesela ba'zilar deyish mumkin, hozir vatanda u bo'lsa, vatani bu bo'lsa, qandomi kulgisi keldi ya. Rasulullahning g'ami har birimizning g'amidan cho'ngdi. Rasulullahning dadi bizning dadimizdan cho'ngdi. Biz Uyg'ur xalqining dadi bo'lsak, Rasulullah bütün dünya xalqining g'amini yedi. Chunki payg'ambar bütün insoniyatga payg'ambar qilingan payg'ambar edi. Şunun için külümsirashni, mush masalani biz o'rganishimiz kerak. Endi mush payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning demakchi bo'lamiz ayrilmaydigan sifatlaridan birisi külümsirash. Sahabelarga muomala qilgan vaqalik degan birida, masalan bir kunsi payg'ambar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu naql qilgan hadis, bu hadis Buxoriyda bor. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday dedi, bir kunsi masjidga bir odam keldi deydi. Kelib ash masjidga sigil boshladi deydi. Yani mescidga siyverdi. Tamam. Şundan sahabeler vay deyip kaldı dedi. Vay. Saralık Arap. Saralık. Şundan Peygamber Aleyhisselam vay sigil koyunlar, onun südüğünü üzüp koymanlar. Normal. Vay sigil koyunlar, sigil üzüp koyunlar da. Şundan olan adam normal siyip olgandayken Peygamber Aleyhisselam çağırıp kardeşim inna hazihi mesacid la tasluhu li şey'in min hazal qadar innama hiya li zikrillah ve salat dedi. Çıraylık çağırıp kardeşim
Mavu masjid. Bu masjidga mandaq mehnat qilishga bo'lmaydi. Bu masjid degan Allohni zikr qilish, namoz o'qish uchun qilingan joy. Tugdi xolos. Boshqalarga suv akilinglar deb, suvni akilib, sudikni to'kib, pokiz etinglar, tugdi ish xolos. Mana masalani hal qilish usuli qarasizlar. Hal qilish. Degan bu ish qolgan bo'lsa, ya'ni mana bu bizning payg'ambarimiz. Masjid Rasulullohga nisbatan zimindagi eng muqaddas joy. Masjidda bir rakat namoz o'qislar 1000 rakat kitob masjid avo. Ya'ni normal masjid emasmi? U masjid Rasululloh jig'nachadigan, Rasululloh Allohga ibodat qildigan, Rasululloh davlatni idora qildigan, siyosat, voysat normal jimto. Ya'ni mavu mahslat hamda o'ylab baqslar kimni tepila? Mana bu bizning payg'ambarimiz. Mana bu Rasululloh. Ham ashnu bilganki mesela olimlar shu siyotgan insonninki sudkun to'xtatib o'tish yerim yo'lda. Tibbiy jihatdan salom ziyarat qildi. Mashina demasa, yangidan isbotlangan narsa bor. To'g'ri. Demak, ya'ni Allohning qanchalik eliq adam nima dedi? Namoz turib eliq Rasulullohdan ta'sirlandi adam. Eliq Arabi Allohumma arhamni va Muhammada va la tarham mahana ahada deb namoz duo qildi. Eliq masjidga adam. Nima degan bo'ldi? Ey Alloh, men va Muhammadga rahmat qilsizlar, boshqa hech qanday rahmat qilmasizlar dedi. Nima? Dedi Payg'ambar alayhisalom, laqad hajjarta wasi'an. Sen kengirni talashtirib o'tding. Allohning rahmati kengri, menga, senga hammasiga rahmat qildi. Yani demek, mush bir mevqifning o'zi, ash masjidga siyotgan odamning hayotida cho'ng bir ta'sir paydo qildi. Endi bir masalaga kelsak, masalan, Payg'ambar alayhisolamning qishiga aroq ichgan bir odamni olib keldi. O'sha Payg'ambar alayhisolam buning 80 dar uringlar degan buyruqni qildi. Qilgandan keyin sahabeler onu ba'zilarimiz qo'limiz bilan, ba'zimiz kiyimlarimiz bilan, ba'zilar oyoqlarimiz bilan endi o 80 dar degani urib bebish qatmaydi degani. Uni bir o'g'an bo'ldik deydi. Şundan qaytib ketgandan keyin sahabeler ahzakallah Alloh seni xor qilib olsin. Ya'ni mushundoq aroq ichamsa u bu deb o sahabeni tillashga boshlagan vaqtida Payg'ambar alayhisalom shaytonga yordam qilmanglar. Qarindishinglarning ziyniga shaytonga yordam qilmanglar. Balki onunga Allohumma g'fir lahu, Allahumma arhamu deb duo qilinglar. Ashabilar ham nimanda ichsa bu aroq Alloh harom qilgan to'sat deb Payg'ambar deb nima qildi? Ani shayton tashlab qo'ymanglar dedi. Texinbek o'zinglarni yiroqlashtirib uni. Uni tillagandan keyin o Texinbek shayton deydi, mana shunda tillaydi, bular yaqinlashmaydi deb. Bizim mushining qarab men deb qolmoqchi. Mush to'rlarda ba'ziyada da tinchab, ba'zancha tinchab qolma. Va bizning diniy qarindoshlarimiz tabliq qildim, dinni tunishtirdim deb shunda qo'pol gaplarni qildi. Ma degan din sening un emas, bu emas deb davomli tabliq qilman deb xalqlarni so'qishib qoldi. Nima? Shuning uchun bu Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga xitob qilib Bashir. Payg'ambar alayhisalom degan bashuru va la tunabbiru. Xalqlarga chiroyli xushbasharat, tatliq gapni qilinglar, xalqni qochirmanglar deb. İzhaba ila fir'auna va qula lahu qawlan layyina. Ayet. Yani Musa alayhisalom, Harun alayhisalom sizlar Fir'aunni qishig'i berib, chiroyli gap qilinglar. Şuna Peygamber Aleyhisselam o'ylab baqsizlar. Aç tilsa, ya tillamay onunga, "Ey Alloh, buning gunohini kechirgin, buningga rahim qilgin" deb manda danglar. Bir kunsa Rasululloh munda bozorga ketib bordi. U kunda Rasululloh u vaqtning rahlarimi qilin emasmi? Peygamber Aleyhisselam bir Najranda yasalgan dedi. Ashu munda qiliq bizninkida nima deymiz? Kendirning yog'ichida yasalgan. Kendirinin qo'zi yasalgan bir qattiq kiyimni kiyib olgan deydi. Ketib olsa bir saraliq kelib deydi. Rasulullohning da chapindan tutib, yoqisida mo'yinda tatdi deydi. Tatibdi ash kiyimninki izlari Rasulullohning shu bo'ynini qip-qizil qilib o'tdi deydi. Qilib, "Ey Muhammad, Allohning qishingdagi Allohning melida menga azroq bermamsa" dedi deydi. Yani çırak assalamu alaykum yok. Resulullah'ını tutuplam yakısını qilib kiyimlerini tatib Allah'ın meldim bermemse debdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da qarab manığı binası beringlar da başqani bo'ri deydi. O'ylab baqsam, mına taraf qilib birisi kelib lamsini shunama yani vaqt taroq to'xtatib, "Ey!" Yani "Ey Peygamber sallam normalda qarab nimani birib kulimsirab qo'ygan.
Mesela bunu da nemin ögünümüz genç hazır kılmış ehlilerimiz, siyasi kumandalarımız, iş ilgililerimiz, mesullar mana bunu öğrengen çağda andakin Resulullah'ın kumandanlık sıfatını öğrengen buldu. Resulullah'ın peygamberlik yani ahunumluk sıfatını öğrengen buldu. Demek bu şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin her bir bu işlere karısak adamın aqlını lal qılmaydigan hiç qanday bir yer yok. Bu fakat peygamberde bulduğun sıfatlardı. Elbette yüreklerine yaratılan şundaq digerlerdə nəhayət köp. Ama biz yani bizning xoşal qildigan Rasulimiz ninki hayatı nurg'ulagan nimeler ötüktükemdi jarayon nimeler. Rasulimiz mesela çaqchaq qilamdi. Rasulullohning chaqchiqi bugungi ba'zanda xalqi chaqchaq qismi butunlay haq bilan to'g'ri bilan chaqchaq qiladi. Mushu haqda biroz bir gap qilsam. Hamda mushu ajoyib bir savolda payg'ambar vahiy tushidi, chaqchaq qilamdi, shunami? To'g'ri buni bilishimiz kerak, payg'ambar sallam chaqchaq qildi. Chaqchaq qildi. Sahabeler çaqchaq qildi. Hatta Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir chaqchaq, Abu Bakr bir nechadan chaqchaq va Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir yil qilgan chaqchaqlar var hamda. Sahabeler çaqchaq qildi. Şoň sahabeler Peygamber Aleyhisselam'a ya Rasulullah tudaibuna dedi. Ya Rasulullah özler bizge çaqchaq qildi dedi. Yani sahabeler meyran qilmoqchimi? Ya Rasulullah çaqchaq qildi bizgen çaqda. Hemen çaqchaq qilma, lekin haq bilan çaqchaq qilma. Yalğandan to'qib, to'g'ri bilan çaqchaq qilma. Yani demek yalğandan to'qimayman, boshqalarni kuldirman deb yalğan to'qimayman deydi. Şoň uchun bizning yoki ba'zi chaqchaqlar bor, boshqalarning g'ururi tegadigan chaqchaq shaklda qilgan. Yo'q. Yani hem to'g'ri hem haq chaqchaqni qilma dedi. Ana bundan nimani o'rganishimiz keraksa, Payg'ambar alayhisolamning bir inson ekanligi. İkincisi biz davomli qiliq qapqimizdan turib, shundama bak eslab ketib, shunda qiliq surliq emas. Payg'ambar alayhisolam normal, xo'sh chaqchaq, xushxo'y, shundama. Bir unustiki ama şu Peygamber alayhisolamning chaqchaqlarida adam ajoyib bir hayron qoldigan yerlar bor. Masalan, şu Peygamber sallallohu alayhi vasallamningki bir sahrolik do'sti bor. İsmi Zahir ibn Haram. Zahir ibn Haram. Bu kişi qanaqa kishi dedisizlar, bu sahrolikda Peygamber alayhisolamni bek yaxshi ko'radi. Peygamber alayhisolamga Yeziddan uni buni akbirdi. Peygamber alayhisolam shahardan chiqadigan bir naslni beratdi. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a meyveçi ve o bu neseke Peygamber Aleyhisselam'a şehirden çıkıdan qo'mayu bazarda bulgan narsani beratdi. Andan agar bu sahabening bir qiziqishi da nima meyve yoki bunda ko'ziga chiroyli bir narsa uchirib qolsa, "Voy Rasululloh meni esla" deb akildi. Shu Rasululloh sallam Yaponiyada kashda tijorat qilayotgan. O yegan narsaning pulini esla deb. "Voy bu men nimada pul nurma? Menga Zahir ibn Haram akildi" desa, Rasululloh pul nur deb akatgan. Sahabe yaxshi narsa chiqsa Rasulullohni yaxshi ko'rdi. Lekin alayhis pul yo'q. Shuni Rasulullohga manizada berib qo'yib, asta pulni payg'ambarning evligida boshqa qilgan. Shular bir kunsi bu sahabe bozorda shu savdo qilib tursa, Payg'ambar alayhisalom oqisidan kiplam quchoqlab oldi. Shuni o'qimay kim bu meni qo'yib deb shunda qara Payg'ambar alayhisalomni bilib, "Voy" deb taqim dimbisni Rasulullohga chaplab akilgil tegdi. Şuna Peygamber Aleyhisselam "Voy tutulib, ma'qulni kim aldı, ma'qulni kim aldı" deb. Chaqchaq bo'ldi, qul emas o biri. Degan keyin ashabim dedi. Chunki bu sahabe sal satrak, paka, ko'rimsizroq bir kishi edi. Shuning kim aldati Peygamber Aleyhisselam dedi, "Ya Rasulullah tajiduni kasidan" dedi. Rasulullah agar men satsam bir adam olmaydi. Yani meni kim aldı Rasulullah? Yani başka adamlar taz közü ilmaydigan bechora adam. Ma Rasulullah degan gibi qaraslar. Sen Allah'ın dargahida da qimmatlik. Chaqchaq ama ajoyib bir darsda ma o. Bizchu, shundami? Biz ashundaq ko'ngli sunuq, boshqalar tarafidan salom qilinmaydigan, boshqalar tarafidan so'ringa chaqirilmaydigan, qiz so'rab kasib bermaydigan Muşunda kişilerini Resulullah qanday ko'ngli ko'taradi. Ya Resulullah tajiduni kasiden debdi. Lakin indallohi lasta bikasid. Amma sen Allah'ın dargahida qimmatsiz emas. Yani Allah'ın dargahida darajang yuqori. O'ylab baqsam, mush gapni bir payg'ambarning og'zidan anglagan
aş sahabe olam shumul xo'sh bo'lib ketib, hatto hayotida shuni aslab o'tgan bo'lish mumkin. Mening ma dunyoda bo'lmagan bilan Allohning dargohida mening nimam bor ekan. O'ylab baqsandi. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallamningki bu chaqchaq qildi. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning bir qir ayol qilgan chaqchaq vayni. Bir Aysha onamiz deydi, Payg'ambar alayhisolam qashiga, "Nayati yesh cho'ng bir ayol keldi" deydi. Kelib, "Ya Rasululloh, menga jannat ko'rishim uchun duo qilsizlar" dedi. Payg'ambar alayhisolam, "Ay, palonining onasi, o jannatga qir xotin kirmaydi" dedi. Degandan bu ayol yig'lablam ketib qoldi dedi. Men kirmayman dedi. Shuni Payg'ambar alayhisolam deb qo'yinglar. Jannatga menda qir holatda kirmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara. Biz ularni boshqacha o'zgicha yaratamiz deydi. Ya'ni boshqa bir xil yaratamiz, yangidan yaratamiz. Hammasi qiz holat. Ya'ni endi buyurayotgan qizval holatda bo'ladi. Yani demek qiyralat kirmaysiz. Kirsiz yosh kirsiz degan bo'ldi. Yashat kirsiz degan bo'ldi deb. Yani Rasululloh mana chaqchaq qilgan. Men degandek chaqchaq qildi, lekin to'g'ri chaqchaq qildi, aqlan chaqchaq qildi. Bir hadisda bir qarindoshlarning samiga hisob qo'yay, bir hadisda shu haqni kuldirish uchun yolg'on chaqchaq qilish qattiq cheklangan. Yani men haqni kuldirdim deb yolg'onni to'qib chaqchaq qilishga bo'lmaydi. Hatta bir hadis sharifda bor, kimki haqni kuldirman deb haqni kuldirish uchunmi yolg'onni to'qimasa, jannatning o'ttirsidagi bir qasrni Allah o qasrning huquqini menga men o qasrni shu kishiga beraman. Va'da qilman dedi. Kimki chaqchaq qilish uchun bo'lsa, yolg'onchilarni tashlasa, jannatning o'ttirsidagi qasrni shuni beraman. Shuning uchun yolg'onchilik degan shunda yomon ish, hatto chaqchaq qilib yolg'on aytishgan bo'lmaydi. Qo'lchi chaqchaqlar bundan kirib qolmas? Albatta kirdi agar yolg'on bo'lsa. Ular bir o'ltirishdilar mana shu. Ya yolg'on chaqchaq bo'ldi. Soatlash qilalaydi qo'y. Yo'q, dedi-ku, mana chaqchaq qilishni bu. Maqaraslar Rasululloh eng yomon ko'rdigan ish yolg'onchilik. Qur'oni Karimda qutilal kharrasun dedi. Yolg'onchilarga la'nat bo'lsin dedi. İmam Tirmizi rahmetullahi naql qilgan hadis sharifda innal kaziba ta'dilu shirka dedi. İmam Tirmizi naql qilgan. Yolg'onchilik shirk bilan o'xshash dedi. İnnal kizba bak ig'irchilik. Shuning uchun yolg'onchilikning yomonligidan chaqchaq qilib bo'lsa yolg'on gapirishni cheklagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamning yolg'on gapirganligini o'qsa, shu odamning tövbe qilmaganligini bilmasa gap qilmaydi deydi. Shu darajada bak yomon ko'radi Payg'ambar alayhisalom. Rasulullohdan so'rg'a vaqtimiz nima deydi, mu'min ma'ni qilamdi degan, qilib qoldi, tövbe qildi, falon ish jinoyat qilamdi, qilib qoldi, tövbe qildi deb turib, ammo mu'min yolg'on gap qilamdi deganda aslo bu yerda hargiz qilmaydi deb degan hadisim bor so'z. Xo'sh, buni bilgan bo'ldik. Endi sizga shu Payg'ambar alayhissalomninki sahobalarga qilayotgan shu muomalasidan masalan eng ta'sir qilgan biravinin bormisiz? Ya Allah, meningki shu bir ikki yaga deb baqsa, ya'ni ta'sir qilganimda Payg'ambar alayhissalom butun hayot ta'sirli qilgandi. Xo'sh. Bizning qalbimiz qatib ketdi bo'lmasa, Rasulullohninki butun hayotini odam yig'lab o'qib chiqadi. Ajoyib bir payg'ambar hamdi. Bu payg'ambar biz lekin buni bilamayotimiz. Ham nurg'un bilmagan qarindoshlarimizni mana bu payg'ambardan tunishib chiqishga chaqiramiz hamdi. Bir kunsi bir Abi Umama radhiyallohu anhu shunday deydi. Bir kunsi bir yosh Rasulullohning qashiga keldi deydi. Musulmon, kafir emasmi yosh, islom aytgan bir yosh kelib, "Ya Rasululloh, menga zina qilishga bir fatvo bersizlar." En bir rivoyatda dunyoda menga zina qilish eng suyumli, hayotimdagi eng men yaxshi ko'rgan zina qilish dedi. O'ylab olsa, biz Allohning bir payg'ambari, kitlam men zina qilay degan, mana bir yo'l tepasizlar.
debdi etrafidagi odamlar o'tiramay ketdi, bu nim bo'lib ketdi deb sahobalar buni tanqidlab ketdi deydi. Bu esa nim deyotsa u payg'ambar alayhisalom yaqin kelar qarindishi. Yaqinlash, yaqin kelar, yaqin. Deb shuni bilan yaqin kelgandan keyin anangning zina qilishini yaxshi ko'ramsa degan keyin yana bu tok so'qdi endi. Rasmiy buningki tuyg'usiga shu bir tok qildida. Alloh bilan qasamki yaxshi ko'rmayman dedi. Lekin haqlarni yaxshi ko'rmaydi, boshqalarni onasidan boshqalarning zina qilishini yaxshi ko'rmaydi. Singling bilan boshqalarning zina qilishini yaxshi ko'ramsa debdi. Bu texmbak bir xil bu katada. Ya Rasululloh, vallahi men Alloh bilan qasam yaxshi ko'rmayman. Kishilarni yaxshi ko'rmaydi o'zining singlisidan boshqalarning zina qilishi. Hammang bilan boshqalarning zina qilishini yaxshi ko'rasiz. Ya Rasululloh, vallahi billahi men buni bek yomon ko'raman. Ayoling bilan boshqalarning zina qilishini, voy ya Rasululloh, men bu xohlamayman, bu boshqalarmi o'zining ayoli bilan boshqalarning zina qilishini xohlamaydi. Heliq sahabe deydi, bu gapni anglagandan keyin zina mening eng yomon ko'radigan bir ishimga aylandi. O'ylab baxslar, bu masalani hal qilishi qarab baxslar. Rasulullohning ma gapni anglab temkinligiga hayron qolaymi? Rasulullahning bu masalani shundoq oddiy usul bilan bir daqiqa ichida zina eng suyimlik bir kishiga zinani eng yomon ko'rsatilishiga hayron qolaymi? Qaysi birisiga hayron qolamiz o'ylab baxslar. Shuning uchun Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam andakin qo'lni ko'tarib Allohumma g'fir zamba va tahhir qalba va hassin farja deb duo qildi. Ana deb bo'lgandan keyin ey Alloh, mush qarindishimizning gunohini afv qilgin, qalbini poklig'in, buning avratlarini haromdan saqlag'in. O'ylab baxslar. Ya'ni to'g'ri, mushning o'xshash nurg'un ishlar bizning nimizga uchraydi. Darhallam haqoratlab tushimiz hamdi. Men nurg'a uchratdim. Haqoratlablam qondonimsan. Birda masalan yog'liq yo'q ayollar keldi o'qishimizga. Yog'liq yo'q ayollar keldi o'qishimizga. Shunami? Lekin men ajoyib ta'sirlagan bir ayol bor. Bizning maktabga shu yaqinda bir ayol kelibdi. Yog'liq chekmagan. Ya'ni yog'liq chekmagan hamdi. Heliq ayol bizning yetim bolalarni ko'rib, maktabimizni ko'rib yig'lab ketdi. Shu jarayonda heliq ayol qanday qildi ekansa, Yevropada uburni tozalab soatiga 11 yevrodan ishlaydi ekan. Shuni bolalarimizni ko'tarib, yanchoqdan 500 yevroni qo'yib ash bolalarga berdi shu. Yig'layotdi, men faxrlandim, nim degan yaxshi bolalarimiz. Men o'ylab qoldim, bu ayolning yog'liqi yo'q. Bir odam endi biz ko'rsak endi, lekin qarab baxslar, qalbi shunday mehribon. Ash uburni tozalab topgan puldan 500 yevroni chiqib bolalarga beryapti. Tamam, biz bo'lsak, voy bundoqgina, voy bu yog'liq chekmabdi. Voy buningga ko'ngli qisq ekan deyishimiz mumkin. Ana ma odam kelib zinaning gapini qilsa Rasululloh normal qaraslar. Qarindishim yaqin kel. Nim deb yaqin kel degani Rasululloh taqim qashimga keladi deb. Ya'ni Rasulullohning ko'nglining qanchalik bir kengri ekanligi. Ya'ni mushundaq ishlarda, bundaq jarayonlarda nurg'un jarayon bor. Ya'ni o'ylab baxslar, bu men eng ta'sir qilgan bu ishni nihoyat bak ustluq bilan hal qilgan va shunda tamkinlik bilan, ya'ni chechilmay, ochiqlanmay. Endi menga ham bir ta'sir qilgan ishlardan ham birini bir degim kelib qoldi. Bumi bak hayron qolamiz endi. Rasulullohning zamonida Julaybib degan bir sahoba bo'lgan. Endi bu Julaybib deydi, dunyodagi butun ayib nuqsonni Alloh menga berib ekan deydi. O'zi pokka, qop-qora, do'g'loq, butun satikni menga berib ekan degan bir gap bor. Tamam. Shuning bilan Rasululloh bir qatimliq Uhud jangida, mush abam deydi, Uhud jangida jang tugagandan keyin
Sahabelerden aramızda kim var, kim yok, kim yaralandı deb hemen sorgandan keyin yaralanganlar, şehit olganlar hemen dep Peygamber aramızda biraz yok emaslar, keyin yok adam barmı deb savlar. Ya Rasulullah hammasi bor. Hemen tuluq yani falan ölük, falan şehit oldu, falan bor, falan kesildi ekan. Ya bir adam bor. Kim ya Rasul? Julayb ibn izdanlar. O'ylab baqslar, aş sahabeler esigim kelmedi. Yani aşu Abu Bakr, aş Umar radıyallahu anhu, aşunda kat sahabeler hiç qası esig kelmedi. Peygamber Julayb, men Julayb ibn yo'qitib qo'yayotim. Julayb ibn izdanlar degan izdisi yo'q. Voy Julayb yo'q. Peygamber unda bo'lsa shahid o'g'illarning qatoriga izdanlardi. Basa Julayb radıyallahu anhu etrafida kafirlardan 7 adamning o'lik tug'an, keyindan o'zi shahid bo'lgan. Tamam. O'ylab baqslar, yani hech kimning esida yo'q adamlar Rasulullahning esida bor. Yani ma dunyoda hech kim esiga olmaydigan mush sahabini Rasulullah esiga olgan. Bu her bir Müslüman muşundan ülge alsak, bizning içimizde hech qanday musafir bo'lib qolmaydi. Hech qanday g'arib bo'lib qolmaydi. Hech qanday bechora bo'lib qolmaydi sizlar. Bu chet elda biz eng muhtoj narsamiz shu hozir. Eng muhtoj narsamiz shu. Mana mushunda bo'lgan vaqtida davlatimiz qurildi. Ma davlat qurilishdan burun bizning mushu sifatlar tepilish kerak. Bizde bir xil qo'pollik, davomli o'z bir-birimizdan og'rinish, bir-birimizdan batnash, Uyg'urlar degan andoq, palon degan mundoq. Ümidsizlik. Tu'minu hatta tahabbu. Mana bu dinimiz bu. Mana bu bizning dinimiz. Endi eng oxirsida vaqt uzrab kelsin, men bir ruxsat qilsam, men bilan ajoyib bir ta'sirlandirgan. Bu hayat, çünkü bu hayatımızda yetip başlayan ders manasından çıkıyor. Resulullah'ın vaktida bir kişi var idi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı soğuk verip onu bunu kılıp ötüdüğün yani bir adam. Lekin öz oyuncurak. Arakını cıkıcı oldu. Arakını. Şunu olan Resulullah'ın kaşığı pat ekilip bu deriyeydi de. O bir kıtım, iki kıtım hiç ona gelmez. 3-4 kıtım, 5-6 kıtım acından. Şu olan ahırkı bir kıtımda sahabeler uğrup ve nimandak toymaydıgan neyse. Yine urudu Resulullah derrini, yine içse, yine urudu. Vay Allah'ın lanet olsun dedi. Yani sahabeler biz şunda esli adamlar, lekin anın aşı yine içip, yine dayak yap, yine gidip, yine içip. O bir iki kıtımlık boğan gelmez mi o? Dep sahabeler Allah'ın lanet olsun. Sen nimandak bu derigili köp kilisi bu yerge. Tek ölüşküydün, aldın künüydün, bir hafta burun burun ay. Bu sen kilogram Allah'ın lanet olsun devet. Peygamber Aleyhisselam ne demiş ya da? Öyle baksana. La tel'anu. Bunun her yüz lanet okumanlar. Fe innehu yuhibbullaha ve rasulah. Ma adam Allah'ın Resulüne yaxşı gördü dedi. Harak işken bir adam ne? Resulullah. Ma Resulullah'ın guvaçlığı mı, guvaçlığı emas mı? Oylap baksana. Sil biz bolsak, dedik o beşide biri yağlıqның yo'qligi, bir adamning biri tamak chekib qolganligi, shunami? Bir adamning biz tanımaydigan bir qiz bilan ketib qolganligi, biz shu adamni qarlab do'zaxga tiqib o'tishimizga yetib başladı. Ma hayotimizdagi dars ma uchun. Chunki Rasulullah bika guvohlik qilmadi. Buning shu haraq ichib qo'ydigan aybidan boshqa ayb yo'q sahoba. Bu bizga uchun bir hayotimizda dars. Yani bir adamninki 60-70% bulduğu yeri bolsa, 20-30% bulmaydığı yeri bolsa, keçiriyotimiz o adamı. Ma Resulullah bizi uyutadı. Sen gözün, kar gözüne takmay, onun haraq şikayetini kömey, onun nurgun yaxşı yerler ba. Şunun ma Resulullah sahabının tarixini tüzük okusak, bence nurgun yaxşı yerler çıkıyor. Bu sahabe aş sözden keyin hayatı bu haraq içmey bo'lib ketdi. Haraq içmey tamam kömey. O'ylab baqsana. Voy Allah lanet qilsin deb aytayotgan bo'lsa, tugaydi. Ma Allah'ın Resulü'nü yaxşı gördü degan kundan başlap vallahi billahi tallahi şu kundan başlap taşıtdı.
Demek endi bu Peygamber Aleyhisselam Terbiyenin ki yani birinci terbiyeci Ustaz Resulullah değil mi? Kandak terbiye kılınan, kanda insanların kayıt şekilde özüge mayil kılışını bildiğin gibi. bu unca olam tez emas. Mana biz özümüz muş Resulullah'ını ulgu tutsak, davamlılık muşunga tırıssak, şunama. Evet. Buldan gap. Yenil deyman ki mana bu bizning peygamberimiz. Mana bu Hakikaten. bizning peygamberimiz, mana bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Köpten köp rahmet bugünkü programımızın ahırı kep kaldık. Ahırkı sualımız bilen tügetsek. Bugünkü sualımız tükürükümünü yutup alsam Ramazan yoki rozam sunnat buzlab. Qo'sh. Endi qarindoshlar oldi bilan deb qo'ydigan gap. Dinda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam davomli osonchilikni tashviq qiladi. Rasulullah ta'ala şunu. Hem Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam ikki ishni qilishini to'g'ri kelsa, shu ikki kishining eng osonini tanlaydi, shariatga xilof bo'lmasa deydi. Mesela bir jumlaq siziqsizsaq, bir narsa o'ttirildi, yeni oldu shunama. Rasulullah eng oson tanlaydi, lekin doiraning ichidan ketmaydi deydi. Xo'sh. Ma Ramazan haqqida mesela Allah subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam deb Baqara surasininki 183-oyatda mana shu ro'zaning farz bo'lganligini deb kelib, şu ayetning oxirisida yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra deydi. Allah sizlarga osonchilikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi deydi. Shuning uchun ulamolar mana Ramazonga aloqador nimada Payg'ambar alayhisalom mush oyat nisbatan, mush oyat qarab turib, nurg'un ishlarni osonlashtirgan. Endi bu tükürük meselesi kelgan vaqtda İmam Ahmad Hanbal rahmetullah alayh nima degan desizlar? Tükürük, andiki ma balg'am bu narsalarni yutib olsa Ramazon singmaydi degan. Masalan, chunki bu Ramazon singib ketdi desa nurg'un ta'sir bo'lgan gap. Ham bu saqlanib o'g'lamaydigan ish emas. İnsan yığıldı devam Ha, avamlıq fayda bo'ldi o'g'lamaydi. Tamam. Şununla mesela şu qatardan nimish qalsa biri bu qasdalik emasda, o sirtin akrib qilib olgan narsa emas, o'zimizning og'izda bor narsa. Shunga o'lmalarimiz deganda mesela ro'z tuvaga odam o'ylab baqsalar, bozorda mesela bir narsa olmoqchi bo'lsalar, Ramazonda shuni tetib baqsa bo'ldi degan. Ya'ni yutib o'tmay tetib baqsa, tetib tükürüp. Ha, tükürib baqsa, mesela tavuz, tatliqmidi, ochiqmidi, uni tetib qilib tüküras bo'layor deb tatagan. Qaldın ütüp ketmesin. Qaldı ütüb ketmislam. Mesela tavuz epla yoki bir narsa epla moshuni tetib baqsa, ya'ni qo'siq qilam kirib ketmasa buludu. Aşdan tuzlarını tetib baqsa. Albatta buldu. Kitapda var biz o'qigan kitapda. Iliq erining achchiq yomon bo'lsa, achchiq yomon ayol tuzini tetib baqsamiz buldu deb. Albatta buldu. Mesela oshpazlar nimalar tuzini tetib qilib vujud etmasa bo'laverdi. Ya'ni mesela og'zimizga ba'zan iskir ketadi. Bir adam tamam iskir ketadi. Bazen de yani biz qasdan emas, bazen de bazen de chang tuzang, bazen de tuproq ish qilib biz qasdan qilgan ishlar bilan gelimiz bir narsa kirib qolsa Ramazon singmaydi. Ramazon singish uchun biri qasdan bo'lish kerak, ikkinchi shu narsaning Ramazonni singdirib o'tadiganligini bilish kerak. Deyishdi qo'tini o'g'in. Shu tükürük Ramazon singmaydi. Qanchalik yutib olsa Ramazon singmaydi. Bu ulamolarning fatvosi shu. Xo'sh, shuna qilib mishani oxirlashtiraylik bo'lsa, inshaalloh atiyan davomlashtiramiz. İnşallah. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 9-sonimiz mishada oxirlashdi. Anglab o'tdik Rasulimizniki qanchalik go'zal axloqli ekanligini, mayli eng suyumli sahobalar bilan bo'lsin yoki shu sahobalarning ichidagi gunohkor, gunohga tushib qolganlar bilan bo'lsin. Ular qilayotgan muomalasi, tutayotgan pozitsiyasi hammasi bizga ayrim dars ekanligi, muomalaning qanday qilinadiganligi. Biz Rasulullohga ergashguchi bo'lish sifatimiz bilan har bir mu'min shu Rasulullohning olib kelgan bu risolatini boshqalarga go'zal ko'rsatish, chaqirish uchun buyurilgan, ya'ni faqat dinga chaqirish olim ulamolarning majburiyati emas. Albatta ularning eng chong majburiyati bor, ammo har bir musulmon biz musulmonlik kimligimiz bilan yashayotgan har qanday bir yerda boshqalarni dinga chaqiruvchi o'xshash zamonda bu dinning xizmatchisi bo'lish sifatimiz bilan ana shu payg'ambarimizningki sahobalarga, atrofidagilarga, dushmanlarga qanday muomalani tutib turib, qaysi shaklda ularni qoyil qilib qilayotganligi biz o'rganadigan eng muhim narsa bu. Shuning uchun biz bu axloqini, bu go'zalligini o'rganib hayotimizga, oilamizdan boshlab do'st birodarlarimiz, atrofimizdagilarga shunday muomala qilgan vaqtimizda
İslam'ın güzelliginden suyunmaydigan hiçbir insan yok. Hatta din İslam'ı suyunup, təsirlenip dinimizin güzelligiga işinip, iman etip, buluşqa vesile bulgan gepten başına güzel ahlak bolganda Rabbimiz şunu müyesser kılsın inşallah. Allah ömür verse. Atiki programımızı görüşeceğiz. Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya seyyidel kevneyni ya alemel huda hâzel muteyyem fi himâke nezîlu lev sâdefetni min